Sinimni xarakteri juda ham og'ir ekan. Sizlar ham eshitganmisizlar, kimgadir atab sovg'a qidirsang, tort, shirinliklar pishirsang, o'sha odamning xarakteri yaxshi bo'lmasa, hech nima o'xshamaydi. Menda ham xuddi shu holat bo'ldi. Sinimga sovg'a qilaman deb zakaz qilgan narsam birak chiqdi. Magazinga olib borib kiyim olib beraman desam, umuman o'ziga mos kiyimni topolmadi. Zo'rg'a bitta ko'ylak topib sotib oldik. Sinimni tug'ilgan kuniga tort qilib beradigan konditerni 3 marta almashtirdik. Ikkalovi ham ozgina vaqt qolganda qilib bera olmasligini aytdi. Nima qilishni bilmay qolib, albatta Gulnoz opamga murojaat qildim yana. Gulnoz opam menga hech qachon yo'q demaganlar va bu safar ham yo'q demasdan, men xohlagan tortimni xohlagan razmerimda qilib berdilar. Men so'ragan ideyamdan ham a'lo qilib jo'natibdilar. Biz o'sha trenddagi tojli tortni zakaz qildik. Bo'ldi-da, bittada o'xshatib berdilar. Ustida cheese krem, biskvit kremlari shokoladli bo'lishini xohladik. Qanaqa so'ragan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib jo'natib berdilar. Gulnoz opamning tortlarini sizlarga bemalol 100% ishonch bilan tavsiya qila olaman. Chunki Gulnoz Bakery tortlarini birinchi marta emas, naqd 3-marta zakaz qilyapmiz. Har doim rasm tashlab shunaqa qilib bering desam, xuddi o'zidek qilib jo'natadilar. Biskvit shokoladning nachinkasi marojniy krem bo'lsin dedim. 3 qavat qilib, nachinkalarini ham dobri solib beribdilar. Kuchli, shirali, me'daga tegadigan emas. Marojniy krem bezelari bilan mazasi uyg'unlashib ketgan. Bilasizlar, hozirgi tortlarga unchalik ishonch yo'q. Lekin Gulnoz opamga ishonsanglar, umuman afsuslanmaysizlar. Ko'ngillarda nima bo'lsa, o'shani xuddi shunaqa qilib ideal holatda tayyorlab beradilar. Gulnoz opamning tortlarining mazasi sizlarga ham albatta yoqadi. Gulnoz Bakery'ning profiliga podpisatsiya bo'linglar. Bir kuni sizlarga ham idealni tort kerak bo'ladi. O'shanda qidirib o'tirmaysizlar. Xo'sh, sizlarning xarakteringlar qanaqa? Sizlar uchun nimadir tayyorlanayotganda hammasi zo'r o'xshaydimi yoki teskarisi bo'ladimi?